Tizga ketishda mana shunaqa mana bu yerda tuzoq turibdi. To'g'riga mumkin emas. Faqat burilib keting bu yoqqa deyapti. Yo'l belgilarini yaxshi bilmasligingiz katta jarima to'lashingizga sabab bo'ladi. Mana videoda ko'rdilaringiz, mana shu joyda kirish taqiqlanadi belgisi va harakatlanish chapga belgilari o'rnatilgan. Avtor aytayapti, to'g'riga harakatlanishingiz mumkin emas, faqat chapga yurishingiz kerak degan. Lekin mana shu video ostidagi juda ham ko'pchilik haydovchilar negativ yozib, mana bu pastdagi strelka kirish taqiqlanadi belgisining ta'sir doirasini ko'rsatadi. Ya'ni chap tomonga kirishingiz taqiqlanadi deb yozibdi. Hurmatli foydalanuvchilar, hurmatli haydovchilar, bunaqa emasda yo'l harakati qoidalarini ochib o'qing. 4-1-3 belgisi harakatlanish faqat chapga buyuruvchi belgi. Tepadagi esa kirish taqiqlanadi belgisi to'g'riga harakatlanish taqiqlanishini bildiradi. Aslini olganda mana shu ikkita belgidan faqat bittasi qo'yilganda ham to'g'riga yurish mumkin emas, faqat chapga va orqaga harakatlanish kerakligini bildiradi. Lekin ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun ikkita belgini ham o'rnatib qo'yishibdi. Yo'l belgilarining ta'sir yo'nalishini oq doskada strelkali 7-3 belgilari ko'rsatadi. Aytgancha, videodagi 4-1-3 harakatlanish chapga belgisi eski namunadagi belgi hisoblanadi. Hurmatli mas'ullar, 2022-yilda tasdiqlangan mana bu yangi namunadagisini o'rnatib qo'yishingizni so'raymiz. Bu videoni barcha haydovchilarga yuborib ogohlantirib qo'ying. Yo'l harakati qoidalari bo'yicha huquqiy bilimingizni oshirish uchun bizning akkauntlarimizga obuna bo'lib qo'ying.